Kilanga. Sonra haltı berey. Qancha ma o'rganasiz? 30 koydan satqa sizga 25 koydan berey. Hoy, musulishib qolgan o'rganasiz 25 ga o'xshatamsiz. 15 ga beraman. 15 koy bek ziyon bo'lib ketadi. 25 koydan berey. Evvela shunday yeyishlik yeng pishqan. Ma sulishib qolgan o'rganasizni 25 ga 30 ga olganga mening qallamdan suvi yo'q qarang. Endi Aya kilanga mısınız kaltını? Yimda qilma birnim so'sini qilib qo'yay desa. Aya mısınız gitmem. 10 koydan berey. Evvela bo'ldi. Evvela. Voy, chekingizga bir tenga qiynam. Ay nimanda qilsa so'dim buzu. Bu qaranga bu xaridanın zərdə gep qoysa, belimi turmuşunu deb tatqan japayımız azmıdı. Qaqında gep qoysa, adam işçi götüb bitirken şu. Soda degan bushda bo'lmandi. Bu xaridanning ko'zi qarab yoshimizaq abalına gəlsək pulunu bankda qarzını qanda to'laymiz. Ayına 15 euro, 15 qaranğı. Bunchalik ishlar bo'lib turdi soda deganda. Deganingizga to'g'ri. Aras, dimsonuz tasqab tuysim chiqib qoldi. Bankdan qarzlarni qaytarib etdim. Ondan balınınki yasli pulunu tülüb etdim. 500 koyduk, pul işib bitken. Bayam ündarınızga evetib qo'ygandim. Yaxshiroq kiyinib kiyasizmi? Rost deyaptamsiz, yolg'on deyaptamsiz? Rost qaytarib etdim. Unda sotib qolgan qarzni. Ulanım qaytarib etdim. Qarzini qaytarib etib, üstün bir ig'ir tag'ni evatgandek shunda yeniklab qoldim. Bo'ldi xotin, sizmi bekchapa chiqib ketdingiz. Ma mevchilarga qo'shnilar qarab qo'ygaч tursa, eng bir oshxonaga yaxshiroq tamoq yeb keldi, men mehmon qilay. Mana satmasa qanday oldu? Bir ikki soatga ishim bo'lmaydi, yurgan. Ha, ma'qul. Aka, meni qarab qo'yib turing, ha? Yana. Ha, mushkul. Yurgan o'sha oshxonaga ham kunlar. Ay, bu oshxonaning tamoqlari bek qimmat. Oldingi kuni bir nechta do'stlarim bilan tamoq yesak, burmoch pulni qo'yib ketdi. Shundan qonim og'rib ketdi. Kirmayli bo'ldi bu yerga. Voy, ishim bo'lmaydi, bir haqiqatim degan. Elmo uyga kirsangizda qozon beshdan eri ketmaysiz. Sirtqa chiqsangizda men bilan mo'rni-mo'riktirib ishlab kelyapsiz. Hozirgacha sizni tuzuk bir haqiqatim mehmon qilib boqmadim. Bir haqiqatimga ishim bo'lmaydi, necha yuz ko'yning ishig'i shu. Shu bir haqiqatim xashlaydigan pulni puldi. Yo'lning bo'yidan sayko'ktat elib, necha kilo go'sht elib uyga kirib, bolalar bilan sizga yaxshi bir qo'rib turay. Ushab ketgan pulga turmush nasib qildi. Yurgan bir haqiqatimga ishim bo'lmaydi menga. Bo'ldi. Necha vaqtni yo'qu biz japa tatib o'tib ketdik. Ona mayli, bolalarimiz japa tatib o'tib ketib bo'lmaydi. Shu ozroq pulni bo'z tijab, bolani o'qish qurollariga, o'qishiga ko'ngil bo'lsak yaxshi emasmi? Bu yer bir vaqt tamoq yegandan o'rniga ashta qilaylik-chu, sayko'ktat elib, bolalar bilan sizga yaxshi qo'rim qo'ribay. Maylinda bo'lsin. Ma, bir asal dukun turamdi. Uydagilarga biz atdigan nashta deyotgan laymonninki duptara hasili bor-ku. Asal tugab qopti ekan. Nima do'kon bir qarab boqaymi, bo's ilolay bal nashta qilinmaydi bo'lmasa. Ha, ma'qul. Sizroq bulamsa. Ha, 1 kiloluk bayken. Banka. Ha. Vallahi bek omroqdi, xo'sh o'p ketadigan bo'ldi-da. Grandasi.